Ismoil Shamsimatov chiqib kelmoqda. Jangni boshqarish uchun. Birinchi o'rta vazn toifasi. Jakibbek Ulu Jarkinbek dastavval chiqib keladi, Qirg'iz Respublikasi vakili. Bobo Usmon Boturov chiqib kelmoqda. Ringga menimcha bu boksni ortiqcha tanishtirib o'tishning hojati yo'q. Jahon chempionati sovrindori Yekaterinburg 2019-yil, Jakarta yozgi Osiyo o'yinlari chempioni, Dubay, Bangkok va Dubayda Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan. Professional rekordi 3:02. Bo'y borasida deyarli farq yo'q. Faoliyatini 2022-yil boshlagan Bobo Usmon Boturov Yekaterinburgda Artyom Pugachga qarshi kechgan jangida to'liq jang davom etgan va Bobo Usmon Boturov g'alabasi qayd etilgan. Undan so'ng Duray Magomedov Magomed Nuriyga qarshi kechgan jangida ortidan Vadim Lupsanov qarshi kechgan bahs ham g'alaba bilan ochkolar bo'yicha yakunlagan. Bugun ko'ramiz. Bobo Usmon mana shunday taktik jangchi, taktik finish qilishni xush ko'rmaydi. Asosan mana shunday dona zarbalarga e'tibor qaratadi. O'ng qo'l o'tdi zarba, mo'ljalga bordi. Chap qo'l cross. Ikkita zarba ortidan. Jigarga yo'lladi zarbani. Clinch. Clinchda Bobo Usmon jang qilishni yaxshi ko'radi. Uning kuchli jihatlaridan biri. Chap qo'lda ikkita yon taraflama zarba yuqoridan yo'llashga harakat qildi va darhol Clinch raqibga hujum amalga oshirishga imkon bermaslik. O'ng qo'l cross otmay qoldi. Jablar almashinuva. Clinch. Chap qo'l cross ortidan. Yana bir chap qo'l cross. Qo'llar baland ko'tarilgan, tutib olishga harakat qilmoqda. Qarang, chap qo'l boshiga, o'ng qo'lda qorniga zarba yo'lladi. Yana bir taktik harakat. Jab o'tyapti.
va bo'ldi. Raund yakuniga yetmoqda. Og'ir jang bo'ladi chamamda va katta ehtimol bilan to'liq davom etadi. Olimjon Nazarovni ko'ryapmiz burchagida. Ikkinchi raund ko'rsatuvlarni ham eshityapmiz orada. Qani tutib olyapti, qorniga hozir, lekin joyda qolib ketdi. O'ng qo'lda zarba qabul qilib oldi. Yana chap qo'lni tutib olishga muvaffaq bo'lyapti. Yakkalik zarbalar ko'proq. Jab. Ikkinchisi. Yaxshi zarba yo'ladi hozir qirg'izistonlik sportchi va darhol Boturov jahli chiqqan holda javob qaytarishga tashlandi-yu, yana bir zarbani qabul qilib oldi. Menimcha endi shoshish kerak emas. Ikkita cross aniq mo'ljalga bordi. Endi tutib oldi, lekin o'ng qo'lda mana shuni bajarsa, yanada ta'sirliroq bo'ladi. O'zini uzoqlashtirmayapti. Zarbalar yo'lashga muvaffaq bo'lmoqda. Klinchni ikkalasi ham yaxshi ko'rar ekan-a. Yana klinch. Ikkilik zarbasi jab o'ta aniq. Ikkinchisini ko'rmay qoldim ochiq do'stlar. Bu raund yakuni arafasida yuz bermoqda.
Jab. Mana shunday jablar kerak ko'proq baribir. O'ng qo'l cross, ortidan yana bir jab. Mana kerak edi mana shu o'ng qo'l zarbasi. Chap qo'l o'tdimikan? Yo'q, menimcha o'tmadi. Hozir zarba qirg'izistonlik bokschi ijrosida ushlayapti. Ha, u Jakubek Ulu Jarkinbek. Klinchni xush ko'radi. Ustida ishlaydigan bokschi ekan-a. Charchoq alomati emas. O'sha hujum qilgandan so'ng raqibni bog'lab qo'yish, chap qo'l, yon taraflama o'ng qo'l cross, Boturovdan yana jabni uladi, ortidan darhol mana bu yerda o'ng qo'l o'tmadi, lekin to'xtab qolmadi jab. Ortidan olgan holda hozir qorniga zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Juda ko'p klinch, haddan tashqari ko'p klinch. Bog'layapti Otishevskiy raqibini. Jab. O'ng qo'l cross. O'tyapti mana shu zarba yuqoridan. Referi haqiryapti breakda. Kelik zarbasi. Mana shunday toza zarbalar yo'llash kerak. Aylantirib zarbalar yo'llayapti. Jab. Bu safar yetib bormadi, o'ng qo'l cross. Mo'ljalga bormadi. Chaqirishga bo'lgan harakat ikkinchisi va bu raund yakuniga yetmoqda. Yana bir jab. Qiyin bo'lyapti. Tomosha qilish ham juda qiyin mana shunday janglarni odatda.
Yana zarba, ikkilik zarbasi ortidan. Jab. Yana kirib boryapti bostirib. Qanday zarba va takedown ortidan. Bu endi takedown. Clinch. Og'irligini yuklashga harakat qilyapti bor bokschi. Tayyorlik. Ushlab turgan joyida hozir o'ng qo'lda zarbalar yo'llab, biroz amplituda yuzaga keltirib, Jakubek o'g'li Jarqinbek ham takedown amalga oshirishi mumkinligini namoyish etib bermoqda. Shamiz deb aytib o'tmoqda. Yana o'ng qo'l cross. Yana bir marotaba o'ng qo'lda tashlamoqda zarbani. Chap qo'l yon taraflama zarba. Tamam. Boksdan ko'ra ko'proq kurashni ko'ryapmiz. Ba'zida Bobosi mana bunday zarbalar yo'llash harakat qilyapti. Bu yo'q kurash, takedown, gardni yopyapti ochig'i, butterflymi? Va bu raund ham yakuniga yetmoqda. Beshinchi raundga yaqinlashib qoldik. Keldik aniqroq aytadigan bo'lsak, 5-raundga va ko'ramiz. Endi ochkolar bo'yicha shubhasiz Bobosxon Boturov ustunlikka ega. Endi bunday raqibni, mana bunday jang olib borayotgan raqibni albatta nokaut qilish kerak. Lekin oson emas do'stlar. Chunki uslubiy jihatdan ham oson emas. Jab qoringa. Yana jab qoringa. Ha, mana shu boksingda. O'ng qo'l cross. Shular bo'lyapti. Clinch, yana clinch ko'ramiz. Va hozir kimdir jangni parterga o'tkazadi. Jab. Qorniga zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi. Yaxshi, mana bu qisqa masofadan jag'iga zarba yo'llashga muvaffaq bo'lyapti Boturov. Qo'l ilinib qoldi kanatga va yana biroz kurash. Ring tashqarisiga chiqib ketishiga bir bahya qoldi ikkalasi. Ikkilik zarbasi bilan kutib olishga muvaffaq bo'lyapti. Yana clinch. Uppercut ortidan. Jab o'tyapti, mo'ljalga boryapti. Yana o'ng qo'l zarba. Jab.
O'ng qo'l cross tashadi Jakib Pekolu. Yana bir jab. Qorniga zarba berishga harakat qilib ko'rdi va bu bosmaga turib qarab boryapti. Mana bu yerda Qirg'iz Respublikasi vakili yaxshi bo'ldi cross. Ushlayapti balki o'chmoqdami endi. Jab bilan kirib boryapti. Boshini eggan holda Bobosmon Boturov tanasi bilan mana shu zarbani yo'llayapti. 5-raund ham yakuniga yetdi. Menimcha jangning uslubiy jihati o'zgarmasa kerak. Shunday alfozda davom etadi. Oltinchi raund ham. Oltinchi raund. Qorniga zarba, jab. Chap qo'l yon tomonima boshiga yana kutib oldi. Chap qo'l, o'ng qo'l zarba. Mana shunday raqibni o'ziga yaqinlashtirmagan holda jangni davom ettirish lozim. İkilik zarbası. Yana ikkilik zarbasi. O'ng qo'lda darhol qorniga zarba. Endi zarbalarga bardoshli ekan, Bobosmon Boturov bilardi bardoshli ekanligini. Raqibi ham chunki ayrim zarbalar juda kuchli o'tdi, ayniqsa qorin qismiga. Shunday bo'lsa ham bo'lmagandek jang davom ettiryapti. Barcha kuzatib boryapti. Mana shu jangni Dadaxonov u yerda, uning bir qator shogirdlari ham shu yerda. Nurson Dadaxonovning bir fikri bo'ladi. Mana shu jangdan so'ng bunday boks tushish kerak emas. Nima bo'lsa ushlab olish, nima bo'lsa qo'lini bog'layapti. Qanday boks bo'ladi? Albatta, Boturov bir qadam ortga tashlab uraveradi. Iloji yo'q. Jahli chiqayapti, ammo to'xtamayapti. Shu ikkilik zarbasi. Yana bir jab. Qorniga zarba ortidan.
ball olib tashlanadimi hozir yo'qmi? Ha, yo'q, ekipirovkani ipiqqa keltirish kerak ekan. Nodirjon o'zi qaradi bu vaziyatga. Va bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Yo'q. Albatta, hurmatni saqlab qolish kerak, bir-biriga saqlab qolishyapti. Ikkala bokschi ham jang yakuniga yetdi. Tushunarli bu yerda ochkolar bo'yicha Bobo Osmon ancha katta ustunlikka ega raqibiga nisbatan. Sovg'a bo'ldi javomda. Mazkur jang g'olibini e'lon qilamiz. Birinchi hakam 59-55. Ikkinchi hakam 59-55. Uchinchi hakam 60-54. Ikkita raundni ikkita hakam beribdi raqibiga. Bitta hakam barcha raundlarni Bobo Osmon Boturovga bergan va mana shu tariqa Bobo Osmon Boturov ushbu jangda g'alaba qozonyapti. Biz ham mana shu nuqtada reportajimizni yakunlaymiz. Takror lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Boksni Sport telekanalida kuzatishda davom eting. Bilan Sardorbek Rahimov bo'ldi. Ko'rishguncha.